Bu afsonaviy ko'zoynakni butun dunyo biladi. Bir paytlar Ray-Ban haqiqiy xalq ko'zoynagi edi. 1937-yilda Bosch Enlom kompaniyasi Ray-Ban ko'zoynagini AQSh harbiy havo kuchlarining pilotlari uchun yaratildi. Ko'zoynak yuqori balandlikda ko'zni quyosh nuridan himoya qilardi. Avval funksionallik, keyin esa stil. Vaqt o'tgan sari Ray-Ban ko'zoynaklari xalq tanloviga aylandi. Bu ko'zoynaklar hammada bor edi. Narxi $20-30. Lekin 1999-yilda brendni italiyalik Luxottica sotib oldi va hammasi o'zgardi. Ko'zoynaklar kiosk va zapravkalardan olib tashlandi. E'tibor yulduzlar, kino va prezidentlarga qaratildi. Ray-Ban esa premium brendga aylandi. Narxi esa $80-150 ga ko'tarildi. Shakllar o'sha, strategiya boshqa. Mana brending qanday qiymat yaratadi. Bugungi kunda Meta bilan hamkorlikda chiqarilgan Ray-Ban ko'zoynaklari butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarda bor. Ayniqsa, blogerlar va influencerlar kontent yaratish uchun foydalanadi. Ammo bu butunlay boshqa hikoya.